birinchi marta laximni ochganimda ko'pchilik o'ylashgan. Ha, yana bitta lavashxona ochilibdi-da, yana bitta fast food ochilibdi-da deb ko'pchilik o'ylagan bo'lishi mumkin. Lekin meni boshida ham asosiy maqsadim lavash sotish bo'lmagan. Ya'ni lavash sotish orqali O'zbekiston bozorida yashab qolish qiyinligini yaxshi tushunganman. Shuning uchun 1 yil davomida vaqtimni asosiy qismini mazali, sifatli, foydali lavashlar tayyorlashdan tashqari kuchli tizim qurishga ham harakat qildim. Chunki ko'pchilik o'ylashadi, bitta ikkita filial ochib, mazali lavash chiqarsam bo'ldi, shuni o'zi yetarli deb o'ylashadi. Lekin bu narsa bilan O'zbekiston bozorida, ya'ni hozirgi rivojlangan fast food bozorida yashab qolish oson emas. Buning uchun nima kerak? Buning uchun asosiysi biznes egasi ertaga ishga kelmasa ham biznesi ishlashi, tizim bo'lishi, standartlar bo'lishi, jamoa bo'lishi, sifat nazorati, marketing jamoasi. Bundan tashqari har bir mijoz qaysi filialga kirishdan qat'iy nazar, masalan Toshkentda yoki Andijonda yoki Samarqandda bo'lishidan qat'iy nazar, qaysi filialga kirishdan qat'iy nazar bir xil mazza, bir xil sifat, bir xil ta'mda ola olish kerak. Agar bu narsalar bo'lmasa, bu tizim, ya'ni bu biznes uzoqqa bormasligi mumkin. Bugungi kunda biz ham laximda shu tizimni qurish uchun harakat qilyapmiz. Har kuni xatolar qilyapmiz, o'rganyapmiz, tajriba orttiryapmiz. Kuni laximda kechagidan ko'ra yaxshiroq qilishga harakat qilyapmiz. Xatolar uchun mijozlarimizdan yana bir bor uzr so'rab qolamiz. Shuning uchun bu sahifamda tayyor natijalar emas, bu natijalarga erishish uchun qilayotgan harakatlarimizni, jarayonlarimizni qadam-qadam qo'yib boraman. Chunki kuchli brend birdaniga paydo bo'lib qolinmaydi. Kunlik qadam-qadam bu bizneslar quriladi, yaratiladi.